Hammaga ma'lum, qizim Bibisora deyarli 10 kundan beri kasal. Yaqinda больницаdan chiqqanmiz. Yana ozgina mazasi bo'lmayapti. Shuning uchun yana ko'chaga sovuqqa olib chiqqim kelmayapti. Shunga NS Medicalni uyimga pediatr chaqirishni iltimos qildim. Ular kelishdi, pediatr, medsestralar bilan birga kelishdi. Juda ham ishlar akkuratni ekan. Qizimni ko'rikdan bitta o'tkazishdi, ko'rishdi, muolajalar berishdi. Undan tashqari retseptlar yozib berishdi. Xudoga shukr, menga bitta javob yoqdi. Qizimni ahvoli yomon emas, уже plus tarafga qarab ketyapti. Просто isitmasi chiqishi bu norma holatga kelibdi. Juda ham xursand bo'ldim. Undan tashqari NS Medicalda sizlar xohlagan doktoringlarni uyga chaqirishingiz mumkin. Xohlagan doktoringlar. Undan tashqari butun qon analizini ham olmoqchi bo'lsanglar, bir joyga bor, sovuqda chiq emas, balki uyingizga bemalol ularni chaqirsanglar bo'ladi. NS Medical uyingizga keladi. Xuddi klinikaga borgandek xizmat haqqini olishadi. Ya'ni undaqa qimmat emas va kelib ketish yo'l kiralari tekin. Afzalliklari shunaqa. Sovuqda ko'chaga chiqib o'tirmaysizlar, hurmatli qariyalar, bujonlar. Shuning uchun uyingizga chaqirsanglar bo'ladi. Undan tashqari ukol, kapelnitsa, fizioterapiya, bolalar massaji, hamma o'shanaqa xizmatlari ham bor. Bemalol uyingizga chaqirib, shu xizmatlardan foydalansanglar bo'ladi. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar yoki mana shu profilga murojaat qilinglar. Xizmatlari zo'r ekan, narxlari ham hamyonbop ekan. Ko'chada sovuqda yurmasdan uyingizga chaqiringlar.